iPhone kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan PD portli ikki tomoni Type-C bo'lgan kabelimiz originali kelgan. Ko'rinishi mana shunaqa holatda 1 metr bo'ladi, 60 wattgacha o'tkazadi. Bu faqat iPhone telefonlariga emas, bu xohlagan Type-C portli ishlaydigan barcha telefonlarga ishlab beraveradi. Farqi yo'q, uni telefonni farqi yo'q. Har qanaqasi ketadi, faqat iPhone kompaniyasida ishlab chiqarilgan. Samsung kompaniyasida ishlab chiqarilgan bo'lishiga qaramay, u ham xuddi shunaqa barcha telefonlarga bo'laveradi, ishlayveradi. Faqat kompaniyada ishlab chiqarilganligi ma'lumoti shunaqa. Orqa ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Originali, zo'ri, sifati yaxshisi. Ba'zilar mana shuni iPhone telefonlariga ko'p qimmat narsa oladi deganlar o'ch bo'ladi. Qimmat narsalarga o'ch bo'lishdan foydalanib, buni qimmat narxlarga sotishadi. 200 ming, 250 ming narxlarga sotadiganlar bor ekan. Narxi 110 ming so'm. Kelishtirib ham berib yuboramiz. Yetkazib berish xizmatlari ham bor. Do'konimizga kelib xarid qilsangiz ham bo'ladi.